Nima uchun men ishga chiqishni xohlamayman? 3 ta sabab. Birinchidan, men juda ham dangasa va mas'uliyatsizman. Ertalab erta uyg'ona olmayman. Agar tursam ham, shunchaki ishga borgim kelmasa, bormayman. Kimdir menga buyruq berishini yomon ko'raman. Bosim ostida yashashni xohlamayman. Rivojlanib boradigan bizneslar qilishni yaxshi ko'raman. Juda ham introvertman. Odamlarga uncha qo'shila olmayman. Shuning uchun onlayn ishlash menga juda ham mos. Uyda o'zimni xavfsiz his qilaman. Agar siz ham uyda o'tirib Oyda $300 dan $1000 gacha topishni xohlasangiz, taqinchoq hunariga sizni taklif qilaman. O'zingiz sevgan hobbini bajarish bilan birgalikda shaxsiy brendingizni yaratishni o'rganasiz. Mani ismim Farida Baxtiyorovna. Taqinchoq yasash sohasida 7 yillik tajribaga egaman va Xrustal by Farida brendining asoschisi hisoblanadi. Taqinchoq biznesini boshlamoqchi bo'lsangiz, quyidagi telefon raqamlariga yoki Telegramdan kurs so'zini yozib qoldiring yoki Xrustal dasturiga kirib darslarni ko'rishingiz mumkin.